Tefsiri Müyesser. Kehf suresi. Nahayeti şefqatli ve mihriban Allah'ның ismi bilen başlayman. Cimi hamdu sana bendisi ve Peygamberi Muhammed aleyhisselamga haqiqatdan xilchilik chatnab ketmagan Qur'onni nazil qilgan. Din ve dunyolik oshkora ve yoshurun barliq ne'matlarni ato qilgan ve eng mukammel sifatlarning egisi bo'lgan Allohga xosdir. Allah kafirlarni ve Allah'ның balası ba deydigan mushriklarni oxiratning qattiq azobidan ogohlantirush. Allah'ga ve uning payg'ambariga iymon keltirib, yaxshi ishlarni qilgan mu'minlarga mangulik ne'matlanadigan jannatdan iborat katta mukofot bilan xush bishorat berish uchun bu Qur'onni har qanday zidlik yoki ayibdan xoli kitob qildi. U mushriklarning Allohning balasi bor degan davosining hech qanday ilmiy asosi yo'q. Ularning ota bovalarining mushundoq. Ularning eg'izidan chiqqan so'z nima degan cho'ng kufrlik. Ular faqat yolg'onni aytadi. Ey payg'ambar, agar qavming bu Qur'onga iymon etmasa va amal qilmasa, ularning sendan yuz o'rganligiga afsuslanib o'zingni halok qilib etadigan tursan. İnsanlarning qaysi bizga itoat qilib eng yaxshi amal qiladi? Qaysi bizga osiylik qilib yomon ish qiladi deb ularni sinash va har biriga tegishlik mukofot yoki jazo berish uchun zimindagi shaylarning hammasini zimin uchun zinnat, zimin ahli uchun manfaat qilib yaratdik. Dünya hayoti oxirlashganda biz yer yuzidagi narsalarning hammasini yo'q qilib etib, uni o'simliksiz tüp-tüz bayavanga aylandırmız. Ey Peygamber! Ashabul Kahfni ve ularning isimleri yazılgan taxtini qudretimizning ajoyib alomatlaridan biri deb o'ylab qolmagin. Chunki osmonlarning, ziminning ve ularning orasidagi mavjudotlarning yaratilishi buningdanmi ajoyibdir. Ey Peygamber! Şunu esligin ki, öz vaqtida bir qancha nafar mümin yigit qavmining o'zlarini iymondan yandırıp butlarga cho'qinishga majburlashidan ansirab, o'ngirga yo'shurnib olgan va mundoq degan edi. Ey Rabbimiz, bizga o'z dargohingdan rahmat ato qilgin. Bizni iymonimizdan mustahkam qilgin. Yomonlikdan saqlagin. Bizning hidoyat topquchilardan bo'lishimiz uchun bizni sen yaxshi ko'radigan amallarni qilishga muvaffaq qilgin. Biz ularga qattiq uyqu berdik. Ular o'ngirda uzun yillar uyqudagi holatida qoldi. Andın Ashabul Kahfning o'ngirda turgan muddatini ularning ishidagi ikki guruhdan qaysisining eng inchki hisoblaydiganligini kishilarga ayirib berish uchun biz ularni uyqusidan uyg'otdik. Ey payg'ambar, biz sana ularning qissini aynan aytib beramiz. Ashabul Kahf Allohga iymon keltirgan va uning amriga itoat qilgan yigitlar edi. Biz ularning hidoyatiga hidoyat qo'shdik. Aqidasini mustahkam qildik. Öz vaqtida ular zolim podshoh oldida bosh egmay turganda biz ularning dilini iymon bilan kuchlantirgan, irodasini mustahkam qilgan edik. Zolim podshoh ularni buddistlik diniga qaytishga buyurganda, ular podshohga qat'iylik bilan raddiya berib, biz ibodat qilayotgan Rabbimiz osmonlarning va ziminning Rabbidir. Biz hergiz uningdan boshqasiga cho'qinmaymiz. Agar biz buningdan boshqa so'zni qilsak, albatta biz haqiqatdan to'limi yiroq bo'lgan, yolg'on so'zni qilgan bo'lamiz, dedi.
Andın ular bir-biriga qarab aytdi: Bizning bu qavmimiz Allohni qo'yib, saxta ilohlarga cho'qindi. Ular o narsalarga cho'qinishning to'g'riligi haqida ro'shan dalil isboti bo'lsa, keltirsa bo'lmamdi. Allah'ның balisi bor deb Allah nomidan yolg'onni to'qib, Allohga ibodat qilishda sherik keltirgan odamdan zolim odam yo'qdir. Sizlar dininglarni qo'g'dash yuzidan o'z qavminglardan ayrilib, ularning cho'qinayotgan ma'budlarni tark etgan ekansizlar, o'ngkurni panoh joy qilinglar. Shu joyda Allohga ibodat qilinglar. Rabbinglar sizlarga rahmatini keng qiladi va sizlarning hayotlikdagi barliq ishinglarni osonlashtirib beradi. Ular shundoq qilib edi, Alloh ularga uyqu berdi va ularni xatarlardan qo'g'didi. Ey payg'ambar, agar sen u yerda bo'lsang eding, kun chiqqan chaqda kunning ular turgan o'ngkurning o'ng tarafiga o'tib ketganligini va patqan chaqda kunning o'ngkurning so'l tarafiga o'tib ketganligini ko'rgan bo'larding. Ular bo'lsa, optob tushib yoki havo kirmay bir orom bo'lmasdan o'ngkurning ozodi yerida uxlamoqda edi. Bu yigitlarga qilingan bu ish Allohning qudratini namoyon qiladigan dalillarning jumlasidandir. Allah oyatlari orqali kimni hidoyatga muvaffaq qilsa, u haqiqatni topgan bo'ladi. Allah kimni hidoyatga muvaffaq qilmasa, sen uni to'g'ri yo'lga yetaklaydigan hech qanday madadkor topolmaysan. Chunki hidoyat qilish va ozg'unlikni qoldirish Allohning ilkididir. Agar sen ularning yanida bo'lgan bo'lsang, ular uyquda tursimi, sen ularni o'yg'oq deb qolatding. Ularni zimin tugishtirib etmusun deb, ularni uxlayotgan holatida o'ng va so'l tarafga o'rib turimiz. Ularning eti o'ngkurning bo'sog'isiga ikki putini so'zib yotadi. Agar ularni ko'rgan bo'lsang, albatta ulardan qattiq qo'rqib ketib, cho'qim orqangga dojib qochgan bo'larding. Biz ularni uzun vaqt uxultib saqlagandan keyin o'zlarining o'ngkurda qanchalik vaqt turganligini bir-biridan so'rasin deb, ularni uyqusidan uyg'otib, asldagi holatiga keltirdik. Ularning ba'zisi bu o'ngkurda uxlagan holatda qanchalik vaqt turdinglar deb so'rdi. Ba'zi buningga javob berib, bir kun yoki bir kundan oz turdik deyishdi. Yani ba'zisi qanchalik turganligini bilolmay qoldi. Shuning bilan bu ishning haqiqatini Allohga topshirib mundoq dedi: Sizlarning o'ngkurda qanchalik uzoq turganliginglarni Rabbinglar obdan biladi. Sizlar ichinglardan biringlarni bu kumush tangilar bilan shahrimizga avatinglar. U qarab beqib, shahar ahlidan qaysining tomog'i eng pokiz bo'lsa, uningdan sizlarga biroz elib kelsin. Bizni oshkorlab qo'ymaslik uchun tomoq setib olishda sotquchiga siliq muomala qilsin. Chunki qavminglar sizlarni bilib qolsa, ular sizlarni chalma-kesak qilib o'ltiradi yoki sizlarni o'zlarining diniga qaytarib etadi. U chaqda sizlar kofir bo'lib ketisizlar. Natijasida jannatga kirishdan iborat tilakinglarga mangu erishamaysilar. Ular uzun yillar uxultib qo'yganimizdek, insonlarga Allohning va'dasining haqligini va qiyomatning bo'ladiganligida shak shubha yo'qligini bildirish uchun shu zamondagi insonlarni ularning ahvolidan xabardor qildik. Chunki Ashabul Kahfning ahvolini bilgan kishilar qiyomat to'g'riliq o'z orasida talash tortish qilishgan bo'lib, ba'zi qiyomatga ishonsa, ba'zi uni inkor qilgan edi. Allah ularning Ashabul Kahfni bilib qolganligini, mu'minlarning o'lgandan keyingi tirilishni isbotlash uchun kofirlarga qarshi dalil pokit qilib berdi. Ashabul Kahf oshkorlanib qolgan va shu o'ngkurdan o'lgandan keyin ularni ko'rganlardan ba'zilar o'ngkurning ishki oldiga tomsilib ularni to'sib qo'yinglar. Ular shu beti qolsin. Allah ularning ahvolini eng obdan bilguchidir dedi. Ularning orsidagi gapi o'tadiganlar
önkürnün ətrafığı çoxum bir məscid salaylı dedi. Peyğəmbər əleyhissalam Peyğəmbərlərinin və salihlarının qəbirləri üstüge məscid bina qilishni məni qılğan. Hətta axırqı vəsiyyətdə qəbirlərinin üstüge məscid serishni, qəbirlərini qaturishni və üstüge xət yezishni məni qılğan və şundaq qılğanlarga lənət qılğan. Çünki bundaq qilishning qəbirlərdəki kişilərə çoxunuşqa elib berish xavfi bor. Əhli kitabdan bəzilər Əshabul Kəhf 3 bo'lib, 4-cisi ularning 2-dir deydi. Yana bəzilər ular 5 bo'lib, 6-cisi ularning 2-dir deydi. Bu ikki firqaning aytqani hech qandaq dalil pakitsiz holda butunlay qarisiga aytilgan so'zdir. 3-cü firqa kishilar ular 7 bo'lib, 8-cisi ularning 2-dir deydi. Ey Peyğəmbər, ularning sonini Rabbim obdan biladi. Allah'ның bendeler içide faqat ozg'ina kishi biladi degin. Şunu sen ehli kitap bilen ular to'g'riliq faqat yuzakila munozirlashib qo'ygin. Ularga vahiy orqali san bildirilgan haqiqatni bayon qilib bergin. Ashabul Kehfning soni va ahvoli to'g'riliq ularning hech qaysidan so'ramag'in. Chunki ular bilmaydi. Sen birer ishni qilmoqchi bo'lsang, u ishni ati cho'qim qilaman demay, uni Allohning irodasiga bog'lab, Alloh xolasa degan so'zni qo'shib degin. Uni unutib qolsang, Alloh xolasa deb Rabbingni yod etgin. Qachonli shundoq deyishni unutib qolsang, Rabbingni yod etgin. Chunki Allohni yod etish unutib qolishdan saqlaydi. Sen kishilarni to'g'ri yo'lga yetaklashda Rabbimning mening payg'ambarligimga dalolat qiladigan dalillardan Ashabul Kehfning qissasidan yaqin va ro'shan dalillarni ato qilishni umid qilaman degin. U yigitlar o'nkirda 309 yil uxlagan edi. Ey payg'ambar, ularning o'nkirda qanchalik vaqt turganligi haqida so'ralsang va sendan bu to'g'riliq ma'lumot bo'lmasa, bir narsa demigin va mundoq degin. Ularning qanchalik turganligini Alloh obdan biladi. Osmonlardagi va zamindagi g'ayibni bilish Allohga xosdir. Allohning ko'rishi va anglashi nima degan mukammal. Mahluqotga Allohdan boshqa hech qanday madadkor yo'qdir. Allah'ның hüküm qilishda va belgilimi chiqarishda hech qanday sheriki yo'qdir. Ey payg'ambar, sana vahiy qilingan Qur'on oyatlarini o'qig'in. U haqligi va rostligidan qat'iy o'zgartilmaydigan kitobdir. Sen hargizmi Allohning dargohidan boshqa panohlanadigan biror joy topolmaysan. Ey payg'ambar, sen Rabbingning roziligini tilab, uning o'ziga ibodat qiladigan, etigan oqshomlari uningga duo qiladigan yo'qsul mu'minlar bilan birga bo'lgin. Ular bilan o'ltirgin, ular bilan oralashqin. Dunyo hayotining manfaatini ko'zlab, ulardan yuz o'rib kofirlarga yuzlanmagin. Biz dilini zikrimizdan g'aflatda qoldirgan, Rabbiga itoat qilishdan nafsi xohishiga agishishni afzal ko'rgan, barliq ishlarda halokatga qarab ketib bo'lgan kofirlarga hargiz bo'ysunmagan. Ashu g'ofillarga aytqinki, men sizlarga elib kelgan din Rabbinglar tarafidan kelgan haqiqatdir. Xohlagan odam uningga iymon keltirib amal qilsin. Bunda qilish shu odam uchun yaxshidir. Xohlagan odam uni inkor qilib kofir bo'lsin. Buning zini faqatli shu odamning o'ziga bo'ladi. Cheksizki biz kofirlar uchun tutun pardalari ularni o'rib oladigan dahshatlik do'zax o'tini tayyorladik. U kofirlar do'zaxda qattiq ussizlikdan suv talab qilsa, ularga madan eritmasiga o'xshash yuzlarni ko'ydirib etadigan yuqori haroratli qaynoq suv beriladi. Bu nima degan yomon ichimlik.
U ussuzluqni pasaytolmaydi. Aksicha ussuzluqni texmi oshirib yetadi. Ularning oxirgi manzili bo'lgan jahannam nima degan yomon joy. Bu oyatda haqiqatni qabul qilishdan bosh tortgan kofirlarga qattiq ogohlantirish berilgan. Allohga, Allohning payg'ambariga iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilarga katta savob beriladi. Biz ularning yaxshi amallarining mukofotini hargiz zoya qilib etmaymiz va kemaytib etmaymiz. Ana oshu mu'minlar ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kiradi. Ular u jannatlarda mangulik turadi. Ular jannatdan oltin bilazuklarni soladi. Nepiz va qilin yipakdan ishlangan yeshil kiyimlarni kiydi. Esil taxtlarga yo'linib o'ltiradi. Bu nima degan yaxshi mukofot. Ularning manzili bo'lgan jannat nima degan go'zal joy. Ey payg'ambar, kofirlarga o'tgan ummatlardan mundaq iki odamni misol qilib keltirgin. U iki odamning biri kofir, yana biri mu'min edi. Kofir odamga talliq iki bog' ato qilib, har ikki bog'ning atrofini xorma daraxtlari bilan o'rdiq. O'ttirisini ekinzorlik qildik. Her ikilisi kem kotisiz, to'liq meyve beradigan bog'lar bo'lib, bu iki bog'ning o'ttirisidan eqib turadigan bir o'stang barpo qildik. Bog' egisining boshqa kirimlari bor edi. O odam boyligiga mag'rurlangan holda mu'min birodari bilan munozirlashib, "Men pul va molda sendin boy. Odamlarimning ko'pligidimi sendin ustun turaman" dedi. O beg'iga kirib, o'zining o'lgandan keyingi tirilishni inkor qiladiganligini ifodalab ko'ranligan holda aytdi. Bu bog' mangu yo'qolmaydi deb o'ylayman. Qiyomatning bo'lmaydi deb o'ylayman. Ey mu'min birodarim, sen gumon qilgandek qiyomat bo'ladi deb faraz qilingan va men Rabbimning dargohiga qaytarilgan taqdirdimi, albatta men bu bog'dan yaxshiroq bir bog'ni topa olayman. Mu'min birodari uning bilan munozirlashgan va uningga vaz nasihat qilgan holda mundaq dedi. Seni tuproqdan, ondan obi ma'nidan yaratib, ondan seni ravurus inson qilgan Allohni qandoqmi inkor qilasan? Lekin men sende kufri so'zni qilmayman. Men deymanki, o'z fazlidan ne'mat berguvchi zot mening Rabbim bo'lgan Allohdir. Men Rabbimga ibodat qilishda hech kimni uningga sherik keltirmayman. Sen beg'inga kirgan chaqda uningdan xushallansang, maşallah, la havla va la quvvata illa billah. Ya'ni Allah'ның xalig'ini bo'ladi. Allah'ның yordami bo'lmasa, qo'limdan hech kelmaydi desangchu. Gerçi sen meni o'zingga qaraganda pul meli va farzandlari oz deb ko'rsangmi, Rabbim menga sening beg'ingdan yaxshiroq narsa ato qilishi, sening tuzgorliging sababli sendagi ne'matlarni tortib elishi. Beg'ingga bo'lsa, osmondan ofat yuzlandirishi orqali beg'ing tüp-düz qaqaqs yerga aylanib kelishi yoki uning suyi yerga singib ketib, uni chiqarish sening qo'lingdan kelmaydigan bo'lib kelishi mumkin. Uning mu'min birodari degan ish amalga oshdi. Boqqa vayronchilik yuzlandi. Kofir odamning beg'i va hamma boyligi vayron bo'ldi. Telining bedishlari yerga yiqildi. O adam boqqa sarf qilgan chiqimlarga hasrat chekib, ikki olqinini o'g'lig'ili turdi. Hamda u, "Kashki Rabbimning ne'matlarini tunib, Rabbimga hech narsani sherik keltirmagan bo'lsam-chu" deb hasrat nadomatda qoldi. Bu pushaymon asqatmaydigan chaqda qilingan pushaymon edi.
Özü ishonch qiladigan odamlardan hech kim uningga yordam qilib, uni Allohning jazosidan qutqizib qo'ya olmadi. U o'zini o'zi jazodan saqlab qololmadi. Ani shundoq dahshatlik chog'larda himoya qilish va qo'g'dash yegona Allohning qo'lidan keladi. Allah o'zining himoyasi ostidagi mu'min bandalarga eng yaxshi mukofot berguchidir. Ularning oqibatini eng yaxshi qilguchidir. Ey payg'ambar, insonlarga, xususan bu o'tkinchi dunyoning vaqtliq manfaatlariga aldanib ketgan mutakabbirlarga mundaq bir misolni keltirgin. Dunyoning ahvoli Allah osmondan tushirgan yomg'irga o'xshaydi. Shu yomg'ir bilan zaminning o'simliklari chiqadi va bir-biriga chirmishib, yoshirib, baraqsallashadi. Ko'p vaqt o'tmayla bu o'simliklar qurib, to'kilib, bo'ron taraf-tarafga uchirib yuradigan o't xasiga aylanib qoladi. Allah har narsaga qodirdir. Tafsiri muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Dövlet. Korrektor Abdulaziz Aqhun. 2020 yanvar 1 nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Saday. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.